Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan portakaval anastamozlarni ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Portal vena, ya'ni vena porta. Bu qorin bo'shlig'idagi toq a'zolardan qonni yig'ib, jigarga olib boruvchi asosiy vena tizimi hisoblanadi. Va ular quyidagi venalarning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Vena lienalis, ya'ni taloq venasi. Vena mesenterica inferior, ya'ni pastki tutqich venasi, hamda vena mesenterica superior, yuqori tutqich venalar. Mana shu uchala asosiy venalarning qo'shilishidan portal vena hosil bo'ladi va portal vena jigarga borgandan so'ng ikkita tarmoqqa ajraladi. Ramus sinistra hamda ramus dextra, ya'ni o'ng hamda chap tarmoqlariga ajralib ketadi. Hozirgi ko'rib chiqadigan anastamozlarimiz portal venani kavak venalar bilan bog'lovchi asosiy anastamozlar hisoblanadi. Dastlabki anastamoz joylashgan tuzilma bu qizil yo'ngach hisoblanadi. Ma'lumki, qizil yo'ngachning qorin qismidan yig'ilgan venalar vena gastrica sinistraga quyiladi. Vena gastrica sinistra esa portal venaga qonni quyadi. Endi esa e'tibor beringlar, qizil yo'ngachning ko'krak qismidagi venalar yig'ilib, toq venalar, ya'ni vena azigos orqali kavak venalarga quyilib ketadi. Demak, bu yerda anastamozlar hosil bo'lyapti, ya'ni portakaval anastamozlar. Qizil yo'ngachning o'sha qorin hamda ko'krak qismlari o'rtasidagi o'sha anastamozlar. Bu anastamozlar varix esophagealis deb ataladi. Keyingi anastamoz joylashgan tuzilma bu rektum, ya'ni to'g'ri ichak hisoblanadi. To'g'ri ichakning yuqori qismidan chiqqan venalar, ya'ni vena rectalis superior, vena mesenterica inferior orqali portal tizimiga o'tadi. Lekin to'g'ri ichakning o'rta hamda pastki qismlaridan yig'ilgan qon tomirlari, ya'ni vena rectalis media hamda vena rectalis inferiorlar ichki yonbosh arteriyasi orqali vena cava inferiorga quyiladi va bu yerda ko'rib turibsizki, qon tomir anastamozlari, ya'ni portakaval anastamozlar hosil bo'lyapti va bu qon tomir jigarlari bizda vena gemorrhoidalis deb ataladi. Keyingi anastamoz joylashgan tuzilma bu umbiliculus, ya'ni kindik sohasi hisoblanadi. Portal venaning chap shoxi, ya'ni ramus sinistra hamda kindik o'rtasida vena paraumbilicalis joylashgan. Mana shu vena paraumbilicalis ligamentum teres hepaticusning ichki qismidan o'tadi, ya'ni jigarning yumaloq bo'ylamining o'sha ichida harakatlanadi. Va mana shu umbiliculus, ya'ni kindik zonasiga ham pastki kavak venaga qon olib boruvchi, ya'ni yonbosh venalar orqali pastki kavak venaga qon olib boruvchi vena epigastrica inferior superficialis hamda profunda nomli qon tomirlar joylashgan. Mana shu venalar yonbosh venalarga quyilib, yonbosh venalar orqali esa vena cava inferiorga quyilib ketadi. Ya'ni mana shu kindik zonasida ham bizda portakaval anastamozlar bor ekan va mana shu anastamozlar bizda caput medusa deb ataladi. Va oxirgi portakaval anastamoz joylashgan tuzilma bu vena renalis hisoblanadi. Bilamizki, buyraklar bizda retroperitoneal a'zo va qorin pardaga nisbatan ekstraperitoneal o'ralgan a'zo hisoblanadi va mana shu buyrakning atrofidagi ekstraperitoneal organlardan chiqadigan o'sha venos qon ham ba'zida vena renalisga o'sha qon tomirlar orqali aloqa qiladi. Masalan, tushuvchi chambar ichakning bir tarmog'i kelib vena renalisga quyilsa va ba'zida mana shu vena lienalisdan alohida venalar chiqib vena renalisga kelib quyiladi va bu yerda portakaval anastamozlar hosil bo'ladi va mana shu anastamozlar ekstraperitoneal anastamozlar deb ataladi. Mana do'stlar, sizlar bilan portakaval anastamozlarni ko'rib chiqdik. Sizlarga ushbu video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting.